Bugun sizlar bilan o'pka yurak reanimatsiyasini o'tkazish texnikasini o'rganamiz. O'pka yurak reanimatsiyasi hayotiy funksiyalarni tiklashda va uni klinik o'lim holatidan chiqarishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi hisoblanadi. O'pka yurak reanimatsiyasi 1 daqiqa ichida ko'krak qafasini 5-6 sm chuqurlikda 100-120 marta siqilishiga aytiladi. O'pka yurak reanimatsiyasi o'z-o'zidan yurakni tiklamaydi. Uning asosiy maqsadi to'qimalarning o'limini kechiktirish va miya va yurakka kislorodni o'z vaqtida qisman yetkazib berishdan iborat. Klinik o'limning 3 ta belgisidan ikkitasining mavjudligi klinik o'limning boshlanganligidan dalolat beradi. Bu 3 ta belgi nafas, puls, ongning yo'qligi bilan belgilanadi. O'pka yurak reanimatsiyasini o'tkazishga ko'rsatmalar ongning yetishmovchiligi, nafasning yetishmovchiligi hamda qon aylanishining yetishmovchiligi hisoblanadi. O'pka yurak reanimatsiyasini o'rganishimiz ko'chada yotgan behush holatdagi insonga yordam berish uchun kerak bo'ladi. Biz bunda birinchi navbatda bemorni hushida yoki hushida emasligini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun yelka sohasiga urib ko'rishimiz yoki yuz sohasiga urib uni uyg'otib ko'rishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bemor agar bizga javob bermasa, biz zudlik bilan tez yordam chaqirib qo'yishimiz kerak. Biz ongning buzilishini aniqlab oldik, endi esa nafas bor yo'qligini aniqlashimiz kerak. Nafas bor yo'qligini aniqlash maqsadida bemorga ko'cha sharoitida qo'l telefonimizni burun sohasiga tutib ko'rishimiz mumkin. Bunda telefonimiz oynasi parlanadi. Yoki bo'lmasa ipdan foydalanishimiz mumkin. Ipni burun sohasiga olib kelganimizda uning hilpirashini kuzatishimiz mumkin agar nafas bor bo'lsa. 3-navbatda tomir urishi, ya'ni pulsni borligi yoki yo'qligi aniqlanadi. Buning uchun uyqu, ya'ni katta yuqori arteriyalardan foydalanamiz. Ya'ni uyqu arteriyasini bosib ko'rganimizda puls bor yo'qligini aniqlashimiz mumkin. Agar quyidagi hayotiy ko'rsatkichlar birortasi ham aniqlanmasa, biz zudlik bilan o'pka yurak reanimatsiyasini boshlashimiz kerak. Buning uchun bemorni qulay vaziyatda yotqizishimiz, tekis holatda tekis yuzaga yotqizishimiz kerak bo'ladi. Ostlarida toshlar bo'lmasligi kerak, chunki bu toshlar bemorning tanasiga botishi mumkin. 2011-yil o'pka yurak reanimatsiyasini o'tkazish bo'yicha tadbirida ABCD ga asoslanib, qoidasiga asoslanib amalga oshirilar edi, lekin u CABED ga o'tkazildi. Ya'ni bu A airway havo o'tkazuvchanligini ta'minlash, B breathing sun'iy nafas berish, C circulation qon aylanishini ta'minlash, D disability ya'ni ong buzilganda ongning holatini aniqlash va qorachiqlarni holatini aniqlash, E exposure ya'ni teri rangiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz o'pka yurak reanimatsiyasini C ya'ni circulation dan boshlaymiz birinchi bo'lib. Ya'ni bemorda o'sha ko'krak qafasini ochib olamiz. Bizni birinchi qiladigan ishimiz xanjarsimon o'simta, ya'ni tosh suyagining xanjarsimon o'simtasini aniqlab olamiz va 2 barmoq yuqoriga qo'l kaftlarimizni qo'yib, mana shunday holatda qo'yib, biz uni 30 marta massaj beramiz. Keyingi bosqichimiz airway ya'ni havo o'tkazuvchanligini ta'minlab olishimiz kerak. Ko'krak qafasidagi siqib turgan kiyimlar ochiladi va og'iz bo'shlig'idagi qon yoki cho'kkan bo'lsa, suv o'tlari bo'lishi mumkin. Shulardan tozalab olishimiz yoki bo'lmasa bemorda protez tishlari bo'ladigan bo'lsa, ularni olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va biz salfetka yordamida og'iz ichki qavatini artib tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Va bemorni mana shunday holatda bo'ynini bukib, boshini orqaga egib, iyak sohasini pastga tushirib olamiz. Kerak. Va 3-bosqichimiz breathingga o'tamiz, ya'ni sun'iy nafas berishga o'tamiz. Buning uchun biz cho'ntagimizdagi dastro'molchamizdan foydalanib, bemorning og'iz atrofiga qo'yishimiz mumkin va bemorni o'sha boshini pastga egib, burun qanotlarini qisgan holatda iyakni pastga tortib nafas beramiz. Ikki marta sun'iy nafas beramiz va ko'krak qafasi ko'tarilganligiga e'tibor qaratamiz. Yurak massajini amalga oshiramiz. O'pka
o'pka yurak reanimatsiyasini o'tkazishda bir kishi yoki ikki kishi yordam berishi mumkin. Agar bir kishi yordam beradigan bo'lsa, 30 ga 2 nisbatda, ya'ni 30 marta yurak massaji, 2 marta sun'iy nafas beriladi. Agar 2 kishi yordam beradigan bo'lsa, 15 ga 1 nisbatda amalga oshiriladi. Ya'ni yurak massaji 15 marta va 1 marta sun'iy nafas beriladi. O'pka yurak reanimatsiyasi hayotiy muhim ko'rsatkichlar aniqlanguniga qadar davom ettiriladi. O'pka yurak reanimatsiyasi mobaynida bemor hushiga kelishi, nafas olishi hamda qon aylanishi yaxshilanishi mumkin. D bosqichimizda displey, ya'ni ongning tiklanishi va hamda ko'z qorachiqlarini kuzatganimizda uning reaksiyasi aniqlanadi. Exposure bosqichimizda esa yurak o'sha bemorda nafas yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan sianozlar bartaraf etiladi, ya'ni terining qizil rangga kirishi yoki pushti rangga kirishi aniqlanadi. Bu o'pka yurak reanimatsiyamiz klinik o'lim holatidan chiqarishga yordam beradi. Ya'ni klinik o'lim holati 5-7 daqiqani o'z ichiga oladi. Agar naf bermasa, biologik o'lim holatiga o'tib ketadi. Biologik o'lim holati belgilarini aytib o'tish joiz. Ya'ni biologik o'lim holatida uji qorachiqlar kengaygan, nafas yo'q, puls yo'q, yurak urishi to'xtagan bo'ladi. Hamda bemorda murda dog'lari paydo bo'ladi.